Assalomu alaykum. Yangiliklarimiz kelgan, xudo xolasa mana dush kabinalarimizni yangi va arzonlarini terishni boshladik. Mana oldin dush kabinamiz eng arzoni $300 bo'lardi. Mana hozir $250 tushdi. Mana shu dush kabinamiz 90 ga 90. Orqasi plasmassa. Xo'p, qo'ldan sepadi, tepadan sepadi. Oddiy, mayda sovun qo'yadigani bor, shampun qo'ysa ham bo'laveradi. Mana ikkita dimoxod prosta teshik. Bittasiga svit qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana shunimiz seri rangdagisi. Oqi arzon yuradi, seri qorasi $10, $20 farqi bilan qimmat yuradi ozgina. Bugungi kunimiz 20-aprel. Adashmasam 20-aprel edi. 20-aprel ekan. 20-aprel kuniga mana terib bitirdik. Mayda yana qolganlari ham bor, ularni ham teryapmiz. Mana shu yangiligimiz $250 aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, buni kelganiga hech qancha bo'lmadi, bu partiyani kelganiga. Mana hozir terib tugatdik. Bizning filialimizga endi keldi, qolgan filiallarga yetib borgandi. Xo'p, bundan ham oz qoldi. Hozir bizda bir jupdan qoldi xolos, xudo xolasa. Yana yetkazib keltiramiz, xudo xolasa, bu yog'iga tortishiga qarab inshaalloh.